alaykum aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Azizbek. Uzoq tanaffusdan so'ng uzr so'rayman tanaffus uchun. Do'stlar, sizlarga bir narsani e'lon qilmoqchiman. Pythonda o'rganishni boshlaganman. Shu Xudo xolasa boshlanishiga o't yaratmoqchiman. Shu tabiiy vositalarni tavsiya qilib, bir targ'ibot qiladigan odamlarga qandaydir o'sha shifokor bilan maslahatlashib, yana sog'lig'ini yaxshilash uchun qo'shimcha foydali mahsulotlar tavsiya qilmoqchimiz. Albatta yaxshi bo'ladi. Buni qilish uchun vaqt ketar ekan. O'shangizlar bilan imkon qadar Instagramga to'g'risi umuman ijtimoiy tarmoq kamroq kirishga harakat qilayotgan. Vaqtni o'g'irlab qo'yyapti. Ishxonani haqqiga xiyonat qilmagan holda shu botni yaratmoqchiman. Boshlanishiga keyinchalik platforma qilamiz, balki o'xshab qolsa inshaalloh. Shunaqa maqsadlar, shu maqsadlarim aytish kerak deb o'yladim. Balki aytish kerak emasdir, lekin aytdim. Demoqchi bo'lgan duolar kerak, qo'llab-quvvatlashinglar kerak do'stlar. Shunga sizlardan iltimos bo'ladi, qo'llab-quvvatlanglar, tashlab boshinglar, obuna bo'linglar. Obuna bo'lmagan do'stlarimiz qo'llab-quvvatlashinglar. Inshaalloh shu maqsadlarimizga asta-sekin erishamiz. Bu jarayonlarni sizlar bilan imkon qadar bo'lishaman. Instagramda shu qanday ketyapti bu. Uzoq 2 oyda qilmoqchiman. Uzoq 2 oyda yakunlamoqchiman botni. Shu jarayonlar bilan imkon qadar bo'lishga harakat qilaman, lekin ijtimoiy tarmoqqa kamroq kirmoqchiman. Demoqchi bo'lgan yana bir gap do'stlar, mana men ham hali bir aniq katta yutuqlarga erishmagan. Inson sifatida o'zim bilaman. Balki alhamdulillah erishgan joylarimiz ham bordir. Demoqchi bo'lganim, sizlar ham mana maqsad qilib qo'ygansizlar katta. Shuni davay boshlaylik do'stlar. Demoqchi bo'lgan odamlarga bir tavsiya bu ham. Naryoqda ba'zi sababidan so'raymiz, behuda vaqt o'tkazmaylik. Shuni qo'llab-quvvatlaylik do'stlar. Shu botni qila olaylik. Dasturlashni Pythonni imkon qadar o'rgana olaylik. Duo qilinglar. Hammaga e'tiborlar uchun, vaqtlar uchun, yaratganlar uchun rahmat. Vaqtlarga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oldinglar ehtiyot qilinglar. Kichkinda rizq janjal degan joylar bitib, o'zlaringiz ehtiyot qilib yuringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.